Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shohkim. Bugungi videoda biz sizlar bilan O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqamiz. Mana ikki guruhdamiz. O'zbekiston hozir Kolumbiya bilan o'ynaymiz va Portugaliya va Kongo bilan. Mana aniq bu jahon chempionati, lekin Inter mana shu kubokdamiz, International Cup 2026 o'tamiz. Lekin bu jahon chempionati. Hali 2026 futbolga jahon chempionati qo'shilmadi va finalga borgandan keyin qo'shiladi. Shungacha biz shuni International Cup 2026 ni o'ynaymiz. Kalmosam ketdi. O'zbekiston omad tilaymiz. Do'stlar, men bunda Fayzullayevni topolmadim, bilmadim mana. Sizga xayr ham yo'q. Oston Urunov bor, Sayfiyev, Eshmurodov, Shukurov, Iskandarov, Sergeyev. Xalaskanam topolmadim, shuning uchun bitta Sayfiyevni Oston Urunovni o'yinga tushiramiz. Oldu ketdi. Bitishimiz kerak Kolumbiyani, lekin real hayotda ko'rdingizlar 3-1 bo'ldi. Deyarli O'zbekiston hamma yutkazib chiqdi. Endi qachon chiqamiz jahon chempionatiga bilmadim. Mozgovoy, Pasper, Hamronbekov, Eldor. Yo'q, Qotar Husanov, Shomurodov. Gol. Shomurodov. Eldor Shomurodov. Mana gol. Gol kerak emas. Hech narsa kerak emas. Faqat ko'miz. Do'stlar, qaranglar, buni qilamiz, lekin bu 3-2 qismlik bo'ladi. Qilgani ham, golni ham ko'ramiz, lekin 2-3 qismlik bo'ladi. Davay. Mana Eldor Shomurodov ikkinchi goli jahon chempionatidagi takroriy efir. James Eldor Shomurodov hat-trickman. Hat-trick. Ga boryapti hamma narsa. Ospiana. Hozir hammasi o'ynashi mumkin, lekin 1 soat, 2 soatlar vaqt ketadi, shuning uchun 3 qismga qilamiz. Yo. Oston Urunov. Out. İyi. Yıkılmadı. Yok bana. Hamronbekov. Luis Diaz'dan topla olduk. Hamronbekov. Mozgovoy. Eldor Shomurodov. Oston Urunov. Ozgina qoldiringlar, ozgina. Ospiana tezlashib deb vaqtimiz keldi. Gol! O'zbekistondan Eldor Shomurodov. Kerak emas qilqlari juda zerikib ketdim. Tezroq gol atishaylik. Yirik hisob olib ketdi o'zi. Andamov. Shomurodovga. Hat-trick bo'ldi Shomurodov. 10 balni oldi shekilli menimcha. Mojiali. Eldor Shomurodov.
G'aniyev. Yo. İkinci rakamda G'aniyev. Amronbek. Shomurodov. Pas ortga. Shomurodov. Hamdamov. Yana Shomurodov. Pas juda qattiq bo'lib ketdi. Shuning uchun to'pni tutib ola olmadi o'zida. G'aniyev pas Eldor Shomurodov. Tepmayman endi, tepmayman. Yoniga borib qo'yish kerak. Pas Eldor gol. 4-goli. Bitta o'yinda 4 ta gol do'stlar. Bu ajoyib. Bitta o'yinda 4 ta gol. Birinchi taym yakunlandi. Ikkinchi taymga o'tamiz. Mozgoy o'yinda qoladi, ya'ni o'rtaga o'tkazgan Mozgoyni. G'aniyevni nima desam bo'ladi? Tayanch yarim himoya deymiz, to'g'ri. Sal o'zgartirish kerak. G'aniyev sal bizga yordam berib turadi. Jamoa sardori Mozgoy, Eldor, Ustamurunov, G'aniyev, Eldor Shomurodov. Vartasini ham save qilyapti juda. Hech kim 4-0 lekin realniy hayotda bu 4-0 takrorlanmadi. 3-1 yetkazib qo'ydik do'stlar. 3-1 ga. Sal uyatdan bo'lish kerak O'zbekistonda. 3-1 ga o'tkazdik do'stlar. 3-1. Portugaliyaga esa 5-1 ga o'tkazib qo'ydik. Kongoga ham 3-1 ga o'tkazdik. 3-1 ga. Kanadaga ham 2-1 ga o'tkazdik. O'rtoqlik o'yinlarida. Niderlandiyaga ham o'tkazdik. Ozgina mundialdagi hammaga o'tkazib chiqdik. Endi menimcha 50 yildan keyin chiqsak kerak jahon chempionatiga. 34 yildan keyin chiqqan bo'lsak, endi 50 yildan keyin chiqsak kerak. Hech kim yo'q endi. O'zbekiston ham o'yinlarga qo'shilib tursa bo'ldi. O'zimiz g'alaba qilamiz. Yo! Kim edi? James midi? O'tkir Yusupov, Hamdamov, Eldor Shomurodov, Xavliyat, G'aniyev, Shomurodov, gol. Eldor Shomurodov 5-goli. To'purlar orasida Eldor Shomurodov. Derdi hamma golni o'zi urdi. Shu gol bo'lsa, yo'q. Do'stlar, kommentga alohida yozib keting. Keyingi videolarda terma jamoani tanlay, Ispaniya, Portugaliya. Lekin men Portugaliyani tanlamayman, chunki u K guruhida Portugaliya, men O'zbekistonni yutkim kelmaydi. Chunki Ispaniya ham mayli, Portugaliyani yozib keting. Argentinami? Fransiya. Xo'sh, komment yozinglar, qaysi terma jamoani tanlab, jahon chempionatida chempion qilay. Save bo'lsa save. G'aniyev o'zini darvozabonga. Yo, hech kim gol urmaydi bor-ku, hech kim gol urmaydi. Faqat Eldor. Mana bu jamoalar G'aniyevni tayanch yarim himoya qo'yganman. Va Portugaliya real hayotdagidek bir-bir o'ynashdi. Senegal ham Fransiya bilan real hayotdagidek o'ynashdi.
Lekin Norvegiya bilmadim, bu Norvegiyani men ko'rmadim. Belgiya ham Misr bilan bir xil o'ynagan. Braziliya ham bir xil o'ynabdi. Faqat biz xato qildik. Do'stlar, mana biz birinchi o'rindamiz. Уже 3 ta ballimiz bor, 3 ochko. Golimiz 5 ta, to'purlar hisobiga kirdik O'zbekiston. Va Yo'ldor Shomurodov ham kirdi. O'yinimiz Portugaliya. Hech birimiz hozir ham yo'q. Ketdik. Azizlar, ne chaqirmadi bu? Davay, yutishimiz kerak do'stlar. Ana yutsak kerak. Yo Nevesh to'pni oldi, Eldor Mozgovoy, G'aniyev, zarba, Slaviy. Nega Ruy shillar qo'ydi bu darvozada Nuno Mendes. Hamdamov, G'aniyev, Hamdamov zarba, safe. Juda ham zo'r safe qildi. Tasannon desak ham bo'ladi. Yo. Husanov to'pga yetib oladi. Tep. Yo. Pas Shomurodov. Zarba. Juda mos qoldi. Darvozabon deyapti. To'pni ham ularga bermadik do'stlar. Bermaymiz ham Portugaliyaga. Yo, darvozabonga qoyil. Darvozabon bu darvozabon ekanlik. Mozgovoyga pas. Mozgovoy. Gol. Ha, Mozgovoy deb gaz qo'yibdi, lekin shunaqa nomlar xato. Hech kimsa yo'q, o'rganib ketasiz hali. O'rganib ketasizlar deyishim. Eldor Shomurodov. Normal zarba berganda, lekin darvozabon qaytarib qoldi. Mozgovoy yana bittami? Yana bitta. Dubl Mozgovoy. Mozgovoydan dubl. Agar hat-trick qilsa, to'purlar qatoriga qo'shiladi Mozgovoy. Mana shu Mozgovoyni to'purlar qatoriga qo'shib qo'yaylik. Mozgovoy. Yana kornerdan uramizmi deyman. Korner. Shomurodov. Do'stlar, qaranglar golni. Eldor Shomurodov sakrab o'tirmadi. Kallasiga keldi, bo'ldi. Gol. Shomurodov. Yo, tegmasa ham gol emas edi u. Tegmasa ham bo'laverardi. Jo Narsullayev. Gol! Hamronbekov. Eldor Shomurodov. Mozgovoyga to'pni berish kerak. Mozgovoy, Hamronbekovga. Eldor. Nevesh. To'pni oldi. Birinchi ham yakunlandi. Birinchida kim to'pni ko'proq ushlab bo'lsa 58 ga kirdi. O'zbekiston foydasiga aniq zarbalar
Portugaliyada 0 ta. Bizda 14 ta zarba, 9 tasi aniq. Jarima zarbasi ikkilamizda ham 0. Nima? Burchak zarbasi 4-0 O'zbekiston foydasiga. Full offside, offside ham yo'q ekanimizda ham. Pas made 24 ga 19. 10 ga 8. Xullas barchasida O'zbekiston oldida, lekin Real nihoyatda barchasida Portugaliya oldinda. Portugaliya. Juda ham cho'tki tarkib bilan kirdi o'zi. 2026-yilgi chempionatiga juda ham cho'tki bo'lib keldi. Nuno Mendes, Ronaldo, Rafael Leao, Joao Cancelo. Juda ham yulduzli tarkib, lekin hamdami nima qildik? Pas Bruno Fernandes. Pasni aniq berdi. Pedro Neto. Husanov to'xtatish kerak. To'xtatdi, lekin sariq oldi. To'xtatdi, lekin Husanov sariq oldi. Hech kim yo'q. Ronaldo zarba. Yusupov. Day, varata bilan. Hamada qarab keling. Yo Ronaldo Rafael Leao. Darvozabonga pas. Mayli. Eldor. Pas Osman Bruno. Hech kim yo'q, 4-0 Kubal. Osman Bruno. Nima mas qo'ydim. Doim Hamron Beko, Osman Bruno. Pas, ortga yetib bordi. Eldor. Save. Osman Bruno. Cancelo o'tib ketdi. Eldor Vitinhani childirib qo'ydi. Chopdi. Hamdamov. Past, qaranglar past. Rafael Leao. Shkurovanga tushadi Ostonovni o'rniga. Hamma egalyapti. Ruben Dias. Osman Bruno. Yo, safe'ni ko'ringlarmi, safe'ni. Menimcha 10 ball darvozabon oldi shekilli. Osman Bruno. Vitinha. Osman Bruno. Yakunlandi. 4-0 hisobida O'zbekiston yetib ketdi. Qani ko'ring. Mozgovoy o'yinning yaxshi futbolchisi deb topilibdi. O'ylabman Eldor Shomurodov yoki Portugaliya darvozasidagi Varata. Lekin Angliya bilan Gana bir o'ynashmadi. Qolganlar xato ketibdi. Koreya bilan Meksika, to'g'ri shekilli bilmadim. Bo'ylar ko'rmadim men. Ispaniya bilan Saudiya Arabiya o'ynagan 4-0 bo'ldi. Hech kim yo'q. Kongoni yutsak, уже biz 1-16 finaldamiz. Kongoni yutsak ham 1-16 finaldamiz. Chunki biz hozir birinchi finaldamiz. Eldor Shomurodov. Yo. Boshlanishidan save. G'aniyev kornerdan olgashirib berdi. Mozgovoy yana bir marta
burchak zarbasidan gol urdi. Do'stlar, bu yana ursa boyagini takrorlangan bo'ladi. Hozir yana burchak zarbasi belgilansa, Muzgo'y gol urib ketsa, boyagini takrorlanadi. Ya'ni Portugaliyaga qarshi O'zbekiston takrorlanishi mumkin. O'yindagisi Shomurodov korner kerak bizga, korner. Biz ko'p korner burchak zarbalaridan gol urdik. Shomurodov Husanov to'pni oldi, pas berdi. Tanmayman men bu futbolchini. Hamdamov to'pni olgan bo'lyapti. Chivordi. Mozgovoy. To'pni oldi, u ham chivordi. Husanov tepdi. Mobeva emasmi? G'aniyev. Ortga to'pni olishi. Gol! G'aniyev. Bu mundialdagi birinchi goli G'aniyevni. Shomurodovni agar gol ursa 6-gol bo'ladi. Hamdamov gol ursam ular. Hamdamov darvozabon. Nasrullayev zarbasi Slabi. Zarba yana darvozabon. Kepavermanglar. Shomurodov olib kerak. Hamdamov, Nasrullayev, Oston Urunov. Salgina qoldi. 9lik kirib ketadi hozir. 9lik kirib ketardi. Salgina qoldi. 1 santimetrcha ham yo'q edi o'yinda. G'aniyev bu mundialda ikkinchi gol ura olarmikin? Birinchi yakunlandi. O'zingiz ko'r bo'linglar. G'aniyevni tayanch yarim himoyasiga qo'ydi. Shomurodov, Mozgovoy, G'aniyev, Shomurodov. Bom! Menga xalaqit berma. Men jahon chempionatining uchun kerak. Kongodan menimcha Kongoning o'rtasi bor-ku. Portugaliya o'rtasida ham sal zo'r ekan. Agar Diego Costani qo'yganda ular bitta gol urib 2-1 o'tkazgan bo'lardi ular. Ikkita gol urgan bo'lardi. Chunki Diego Costa bilasizlar, Yevroda juda ham qattiq seyflagan. O'zingiz bilasizlar-ku, Yevro finalda penaltilar seriyasida Yallo Shomurodov 4-0 qilib qo'yish kerak edi-da. Oston Urunov. Shomurodov Yo, 9lik shtangasiga tegib o'tib ketdi to'p. Hamdamov, Abduqodir Husanov,
Nasrullayev, Husanov. Thunder's clear. İyi. Benim katı gidip kalabiliyorken. Anladım. Drozvan hala joyiga qaytmadi. Menimcha yo'q, qaytdi. Fails to keep the ball. Darvoza albatta joyda. Asatmasın işte. Just the keeper to beat. Steps up to steal the ball. Öldür. Fails to keep the ball. Pas. Zaniye Mundialda ikinchi gol uradimi? Yo'q. Oh dear, looks like the shoot. Hali juda ham ko'p o'yin bor. G'aniyevga imkoniyatlar ko'p. Trying to find the target man. Ostan Bruno'nu yana almashtirmoqchiman. Ostan Bruno o'ynashdi. Losing possession. Kuch Fails to keep the ball. zarbalari Slavic. Losing possession. Bruno Heavy shot. İyi. Goalkeeper relatively Corner kick'ten gol uribdilarmikinmiz? Mozgoy tayyormisan? Tayyor bo'lsang men tepdim. cross. Mozgoy. İyi. Decision making. Mozgoy urolmadi. Direction. Fails to keep the ball. To'pni olish kerak. Hamdami Shomurodov. To'pni ololmayapsanmi nima? 4-0 yutaylik, 4-0 ga. Bol o'yin yakunlandi do'stlar. Now is the time for him to go to the bench. O'yin tugadi. 3-0 bilan. We'll restart with that throw in. Do'stlar, biz 1-16 finaldamiz. Mana eng o'yinli futbolchisi G'aniyev. G'aniyev bo'ldi. Endi Portugaliya jahon chempionatiga chiqa olmadi do'stlar. Qancha qoldi? Portugaliya jahon chempionatidan quruq qoldi. Mana shuncha o'rin egalladi. Mana qidirib. Mana biz birinchi 1-16 finalga chiqdik. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Shohkeym bo'ldi. Mana ikkinchi qismni ham tezroq chiqarishni xohlasangizlar 5 ta like bo'lsin, keyin ikkinchi qism chiqadi. 5 ta like do'stlar. Atigi 5 ta like, 50 ta like so'rayotganim yo'q. 176 sizlar, hammangiz bittadan bossangizlar ham 176 ta like bo'ladi. Xayr do'stlar, tugadi.